Muso payg'ambarda bir rivoyat bordi. Kunlari birida chiqib Allohdan so'rab, Alloh, bandalaring orasida meni aziz mukarram qilib yaratding. Kelajakda meni joylarim jannatlardan tayinlading. Lekin menga aytchi, jannatda do'stim kim bo'ladi? Qadrdon birodarim, mehribonim, qo'shnim jannatda kim bo'ladi Alloh desa, Alloh aytdi, Muso, seni jannatdagi do'sting, birodaring, mehriboning yer yuzini falon shahrida, o'sha shaharning falon bozorida, qassoblar rassasida bir yosh do'konda o'tirgan qassob yigit jannatdagi do'sting, mehribon, qadrdoning bo'ladi. Ertasiga Tur tog'idan tushib Muso payg'ambar haftalab, oylab yurib xullas kalom u shaharni borib topdilar. Sekin bir rassalarni kuzatib borib, qassoblar rassasidan kelib uzoqdan tikilib qarab, bir yosh do'konda o'tirgan yigitga ko'zlari tushibdi, yuraklari shig' etib sekin oldiga borib, kimlarini aytmabdilar, o'g'lim, assalomu alaykum. Men bir uzoqlardan kelgan musofir odam, keling otaxon, musofirman dedingiz, musofir